Aziz aka, mana menga tushuntirdingiz. Biznes egasiga HRdan nima kerakligini. HRga biznesdan nima kerak? Yaxshi savol. Biznesdan faqat talablar emas, balki HR ham biznesdan ko'plab narsalarni kutadi. Bulardan quyidagilarni aytishimiz mumkin. Birinchisi, rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlash. HR strategiyalarini samarali bo'lishi uchun rahbariyatning ishonchi va qo'llab-quvvatlashi juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchisi, aniq va realistik kutilmalar. HR bu mo'jiza ko'rsatadigan yoki mo'jiza yaratadigan inson emas. Uchinchisi, resurs va budjet, ya'ni samarali kadrlarni siyosatdan olib borish, ularni yollash uchun yetarlicha budjet talab etiladi. Keyingisi, erkin qaror qabul qila olish. Xodimlar masalasida HR mustaqil qarorlar qabul qila olishi va kreativ yondashuvga yo'l ochish kerak bo'ladi. Beshinchisi, uzoq muddatli yondashuv. HR siyosati faqat bugungi muammolarni hal qilibgina emas, balki kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni ham yechish kerak bo'ladi. Sizningcha biznes egasidan HR ga yana nimalar kerak?